dugonalarim bilan uchrashuv paytida bir noxush holati yuz berdi. Suhbat davomida ko'ylagimga kofe tikilib ketdi. Albatta bu holat ozgina bo'lsa ham ko'ngilni xira qilishi aniq. Bunday vaziyatlarda menda ajoyib yechim bor. Copun Plus mahsulotlari. Copun Plus kapsulalari bilan kiyimlarim nafaqat tozalikka ega bo'ladi, balki kiyimlarimdan uzoq davom etadigan shirin hid bilan ham ta'minlaydi. Mahsulot Koreyada yuqori texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, sizni uyaltirmaydi. Men Rayhon G'aniyeva tavsiya qilaman. Siz ham quyidagi profillar orqali buyurtma qilsangiz bo'ladi. Copun Plus mening tanlovim. U bilan kiyimlar doim ozoda va xushbo'y.